Xo'p, misolimiz 21 dan boshlanishi kerak. 21 dan 45 misolgacha ishlaymiz, tahlil qilamiz. Demak, tahlil eng asosiy kerakli narsa. Xo'p, bizda mana 21 savol. Shahnoza va uning ikkita singlisi Asoloy va Barnolarning telefonda maxsus dasturiy ilova bor. Ilova orqali Shahnoza singillarining o'zida qancha masofa, ya'ni o'zidan qancha masofa uzoqlikda turganini bilib olsa bo'ladi. Shahnoza telefonidagi ilovaga qarasa, quyidagi masofalarni ko'rdi. Demak, Shahnoza ko'ryapti. Shahnoza nimani ko'rdi? Demak, birinchi deylik, mana bu yerda Shahnoza bor mana. Che deb qo'yamiz. Xo'p, Asoloy sizdan 15 kilometr uzoqlikda deyapti. Demak, Shahnoza turibdi. Endi Asoloy sizdan 15 kilometr. Ya'ni bu Shahnozadan deylik. Mana bu yerda oladigan bo'lsa, mana bu yerda Asoloy bor. A deb qo'yamiz. Endi Barno sizdan 20. Demak, bu tomonga qo'yaylik mana Barnoni. 20 demak, mana bu yer 20, bu yer 15 bo'ldi. Bu nima degani? Bu yerdan xulosa qilish mumkin. Shahnoza endi biz Barno bilan Asalni olishimiz kerak. Endi Barno bilan Asal bu yerda maksimal uzoqlik bo'ldi. Ya'ni 35. Bu endi qanchalik mana bu tomonga qarab ketsa, ya'ni bu tomonga qarab ketadigan bo'lsa, deylik masalan agar Barnoni bu yerga qo'ysak biz mana 20 bo'lib, keyin Asaloy bilan mana bu oraliq kam bo'lib qoladi. Ya'ni 35 dan kam bo'lib qoladi. Bu degani eng maksimal 35 bo'lsa bo'ladi. 35 dan kam chiqarish ham mumkin. Chunki bu tomonga o'zgartirish yana 10 ni chiqarsa ham bo'ladi, 20 ni 30 ham, lekin 40 ni chiqarish mumkin emas. Sababi eng maksimal 35 bo'lgan 40 chiqarish mumkin. Bizdan bo'la olmaydiganini 40 ni so'rayapti. Demak, bu 40 degan. Xo'p, 22-savoldan Alisherda 10 dollar pul bor edi. U ozroq pulini Komilaga berdi. Keyin esa Alisher qolgan pulining yarmini Jamshidga berdi. Jamshid esa Alisher bergan pulning yarmini Lolaga berdi. Lola 1.60 dollar, ya'ni 6 dollar desam bo'ladi, qabul qilib olgan. Alisher Komilaga qancha? Demak, qarama, yozib olamiz. Lolaniki 1.6 desak bo'ladi. 0 yozish shart emas. Endi qarayman. Jamshid Alisherga bergan pulning yarmini Lolaga berdi. Demak, Jamshidga Alisher pul bergan. Bu boshda aytilgan. Shu Jamshid o'zining pulining yarmini Lolaga bergan. Lolada 1.60 bo'lyapti. Endi Jamshidni topadigan bo'lsak, bu shundan 2 barobar ko'p bo'lishi kerak. Chunki yarmini bergan. Ya'ni Jamshidda 1.6 ni 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 16 ni 2 ga ko'paytirsak 32, ya'ni 3.2 degan. Jamshidda 3.2 bo'ladi. Keyingisida Alisher birinchi ozroq pulni Komilaga bergan, keyin Alisher qolgan pulning yarmini Jamshidga. Demak, Jamshiddagi 3.2 bo'lsa, Alisherdagi Komilaga bergandan keyin 3.2 qolyapti. Bu yarmi bo'ladi. Demak, bu 3.2 ni yana 2 ga ko'paytirsak, mana 2 ga, ya'ni 32 ni 2 ga ko'paytiramiz degan 64, 6.4. Bu 6.4 Alisherda qolgan pul. Bu Komilaga bergandan keyin qolgan. Ya'ni Komila o'zi 10 dollar bo'lgan bo'lsa, shundan 6.4 qolyapti. Demak, qanchasini Komilaga bergan bo'ldi? Buni ayirib tashlaymiz 6.4. Bu demak 3.6 degan javob. Ya'ni 3.60 qo'ysam bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. 23 ta jami 117 ta shokolad 14 ta o'quvchi orasida taqsimlanganidan keyin har bitta o'quvchi 8 tadan shokolad oldilar va yana 5 ta shokolad ortib qoldi. Quyidagilardan qaysi biri masalaning to'g'ri hisoblashi mumkin? Demak, har biri mana 14 tadan 14 ta o'quvchi, mana 14 ta o'quvchi 8 tadan olsa, demak 8 ga ko'paytiradi. Mana 8 ga ko'paytiriladi. Demak, shunda 5 ta ortib qoladi. Demak, 5 tani qo'shib qo'yish kerak. Shunda 117 ta bo'ladi. Shu ifoda, demak, o'zidan chiqadi. Mana faqatgina ijob bo'ladi. 24 ta. Men odatda mushugim uchun sotib oladigan bir quti mushuk ovqati o'rtacha 9000 so'm turadi. Lekin o'tgan haftada bir quti mushuk ovqatining narxi 7000 so'mga tushdi va men fursatdan foydalanib 36 quti sotib oldim.
Lekin mening jahlim chiqqan taraf hozirda ikkita olsangiz keyingi bittasi bepul taklifi mavjud ekan. Men o'tgan haftada olgan mushuk ovqatlarni bu hafta olsam qancha pul tejagan bo'lar edim. Birinchi holat mana. 7000 so'mdan olyapti 36 tani. Ya'ni o'z odatda 9000 so'm bo'lgan, 7000 so'mga tushgani uchun birdan ko'proq olib tashlang. Demak, 7 kara 36 ni ko'paysak 210 ga 42 252. 252 ming so'mga oldim. Lekin undan keyin 9000 so'mga ko'tariladi, faqat chegirma, ya'ni maxsus taklif. Taklifda ikkita olsa bitta bepul bo'ladi. Mavjud bo'ladi taklif. Demak, endi 36 ta olish kerak. Shuning demak biz masalan deylik 10 ta olsa 15 ta olgandek bo'ladi. 5 ta qo'shib beradi. 20 ta olsa 10 ta qo'shib beradi, 30 ta bo'ladi. Demak, biz hozir 36 ta chiqarishimiz uchun ikkinchi holatda 24 ta olsa qo'shadi 12 ta yarmi. Demak, 36 ta olgan bo'ladi. Demak, biz faqat 24 tani pulni bersak 12 ta qo'shib beradi. Demak, 24 tani hisoblaymiz 9000 so'mdan. Ya'ni 9000 ga ko'paytiramiz degan. 9 kara 24. Demak, 9 kara 20 180 36 216. 216 ming so'm bo'ldi. Demak, endi qancha chegirma bo'ladi, ya'ni qancha arzon bo'ladi deb. Demak, 252 mingdan mana bundan ayirib tashlaymiz 216 ni. Xo'p, ayirsak necha qoladi? Demak, 6 3 36 ming degan javob mana. 36 ming javob, javob. Yigirma beshta. Dilnoza do'sti uchun bir quti shokoladlar to'plamini sotib olmoqchi. Do'konda 5 ta turli xil shokoladlar bor va ularning narxlari 200 so'm, 400 so'm, 800 so'm, 1000 so'm va 1600 so'm. Bitta qutiga 24 ta shokolad sig'adi va men turli xil shokoladlar bilan uni to'ldirmoqchiman. Men shokoladlarning 5 ta turidan ham olishim shart emas, lekin olgan har bir turimdagi shokoladdan kamida 4 ta yoki ko'pidan 6 ta olishim mumkin. Olishim kerak dedi. Men bir quti shokolad narxi iloji boricha 15 ming so'mga yaqin bo'lishini xohlayman. Men oladigan har bir quti shokolad narxi 15 ming so'mdan qancha farq qiladi? Xo'p, demak bu nima degan? 24 ta shokolad olish kerak. 24 ta aniq bo'lishi kerak. 24 ta olgandan keyin 5 xil turi bor. 5 ta turining masalan bu 15 ming so'mdan ko'p farq qilmasi kerak. Ya'ni 15 ming so'mga yaqinroq bo'lishi kerak. Bu degani hammasidan olish shart bo'lmagandan keyin demak ko'p qimmatini olmaymiz. Arzondan olamiz. Demak 4 ta tur qoladi. Ya'ni 5 ta turidan 4 ta tur qoladi. Demak o'zi mana 24 ta bo'lsa, shuni 4 ga bo'lsak agar 6 ta, ya'ni har biridan agar 6 ta oladigan bo'lsak, mana 200 so'mlikdan 6 ta 1200 so'm. Xo'p, keyin 400 so'mlikdan 6 ta 2400 so'm. Keyin 800 so'mlik 6 ta oladi 4800 so'm. Keyin 1000 so'mlik 6 ta oladi 6000 so'm. Mana shular hisoblaymiz. Pullarni jam. Demak 1200 so'mga hop 2400 so'm, 3600, 3600 ga 4800, hop 8400, 6000 qo'shsak 14400 so'm bo'ladi. Demak o'zi 15000 ga qancha farq qilish mumkin desa, demak 15000 so'mdan ayirib tashlayman 14400 da. Hop 600 so'm farq qilar ekan. Demak 600 so'm degan javob javob bo'ladi.
Nurafshon mahallasida joylashgan 100 ta xonadonga temirdan ishlangan uy raqamlarini o'rnatishmoqchi. Uylar 1 dan 100 gacha tartibda raqamlangan. 6 sonning temir shakli teskari aylantirib 9 soni o'rinda ham ishlatish mumkin. Ya'ni 9 uchun alohida temir shakldagi son mavjud emas. Mahalladagi barcha xonadonga raqam o'rnatish uchun nechta 6 demak, ya'ni 1 dan asosan raqamlar 0 dan 9 gacha bo'lsa, masalan 25 sonni ham 2 bilan 5 bo'ladi degan raqam. Biz 6 ni hisoblashimiz kerak. Demak 6. Demak avval nechta 6 bor 1 dan 100 gacha. Demak birinchiman 6, 16, 26, 36, 46, 56, hop 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 86, 96 demak mana shunda, mana demak bu 6si bor sonlar. Hisoblaymiz. Endi nechta 6 ni yozdik. Demak mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mana bu 20. Deylik mana shularni olaylik. Bu 20 ta bo'ldi. Endi 9 ni hisoblamay turadigan bo'lsak, agar mabodo biz deylik mana buni o'chirib tashlaylik. Bu tomon hisoblamaymiz mana. Mana shungacha xo'p 20 ta bo'ldi. Mana. Bu faqat 6si borlar. Endi bu 6sini xuddi shundan 9 borni sanasak, yana 20 ta chiqadi. Bu 9, 19, 29, 39, 49, 59 va hokazo 90, 91, 92, 99. Bu ham yana 20 ta bo'ladi. Demak 40 ta ishlatadi degani. 9 ta kerak, ya'ni ishlatadi emas, kerak degan. Xo'p, keyingisi supermarket mijozlariga xarajatlarni uyga pullik yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ydi. Yetkazib berish to'lovi umumiy xarajat to'lovining 10%, ya'ni 10 dan 1 qismini tashkil qiladi. Agarda xarajatlarni sovutilgan holda olib borish kerak bo'lsa, ya'ni yana $1 qo'shimcha qo'shiladi. Shuningdek, yetkazilganidan masofa 10 kilometr ko'proq bo'lsa, hop, yana $3 qo'shiladi. Javohir supermarketdan xarajat qildi va uyga yetkazib berishlarini iltimos qildi. Yetkazib berish $6.40 bo'ldi. Javohir supermarketdan eng kamida qancha pulga xarajat qilgan? Demak, kamroq pulga xarajat qilish uchun mana bu $1 bilan $3 da ishtirok etadigan qilishimiz kerak. Ya'ni bu boyagi umumiy olingan xarajatdan tashqari. Demak, mana buni hisoblasak, mana 6.4 desak ham bo'ladi. 0 yozish shart emas. Shundan $1 bu shunchaki sovuq holatda olib borgani uchun $3 masofa uzoqroq, ya'ni Javohirning uyi supermarketdan 10 kilometrdan uzoqroq, 11dir, 12dir deb hisoblashimiz kerak o'zimiz. Chunki ana shu amalni bajaradigan bo'lsak, kamroq pul chiqadi. Ya'ni kamroq pulga deylik narsa sotib olgan bo'ladi. Demak, mana shundan $1 da ayiramiz, yana $3 da ayiramiz. 1 bilan 3 4 degan 6.4 dan 4 desak $2.4 qoladi. Bu $2.4 demak endi faqatgina supermarketdan olgan narsalar. Bu 2.4 faqatgina nimasi desa, bu 10% puli olgan narsasi. Deylik masalan $10 ga olsa $1 qo'shiladi degan. 2.4 degan mana shunga 10 ga ko'paytirish kerak. 10 ga ko'paytiramiz, $24 bo'ladi. Demak, javob. Yigirma sakkizda
Bitta sinfda 30 ta o'quvchi bor. Ulardan 10 tasi chapaqay va 15 tasi ko'zoynak taqa. Faqatgina yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib qanday xulosa qilish mumkin? Demak, buni har xilcha talqin qilsak bo'ladi. Birinchi holatda 10 ta chapaqaydan hop 10 ta chapaqay bo'lsa, deylik oladigan bo'lsak 10 ta o'quvchi ham ko'zoynak taqadi deymiz. Chapaqaylarning, deylik hamma chapaqaylar 10 ta. Shuning hammasi ko'zoynak taqadigan bo'lsa, bu nima degan? S javob xato bo'ladi degan. Chunki eng ko'pi bilan 5 ta o'quvchi ham chapaqay ham ko'zoynak taqadi. Bu yerda eng ko'pi bilan 10 ta odam, mana 10 ta odam ham chapaqay ham ko'zoynak taqadigan bo'lib qoladi. Bu eng ko'pida bo'lishi mumkin. Chunki o'zi 10 ta odam chapaqay bo'lsa, ya'ni shuning 15 tasi ko'zoynak taqadigan degani shu 15 tadan 10 tasi mana buning ichiga kirib ketadi. 5 tasi boshqa qoladi. Demak, S javob xato. Demak, S javobni mana o'chiramiz degan. Bu bunday aytgan tanqidiy fikrlashning savol. Keyin endi teskari holat. Ikkinchi holatda xo'p 10 ta chapaqaydan birontasi ko'zoynak taqmaydi deymiz. Hop. Bu nima degani? 10 ta chapaqay odam 15 ta ko'zoynak taqadigan bo'lsa, demak 10 ga 15 ta qo'shamiz. Bu 25 ta odam. Bu 25 ta odam 10 tasi hop chapaqay, 15 tasi ko'zoynak taqadi. Bular alohida odam deb tasavvur qilamiz. Boya birinchisi tasavvurda shu 10 taning ichidagi 10 ta deyilgan deb tasavvur qilyapmiz. Ya'ni o'zi chunki savolda ham aytilmagan. 10 ta chapaqay alohida, 15 tasi ko'zoynak taqadi alohida deyilgan deydi. Unday qilish mumkin bo'lmasdi. Faqat bizda hozir aytilgan narsasi. Shunchaki aytib qo'ygan uchun, masalan, hayotda masalan chapaqay odam ko'zoynak taqishi mumkin. Shu narsa degan. Bu 25 ta bo'lsa, demak bu S javob boya chiqib ketdi. Endi A javob chiqib ketadi. Nima uchun A javob chiqib ketadi? Kamida 5 ta o'quvchi ham chapaqay, ham ko'zoynak taqatdi. Lekin o'zi 30 ta odam bo'lsa, hozir 5 ta odam qolyapti. Chunki 30 ta odamdan 25 tasi, 10 tasi chapaqay bo'lgani uchun chiqib ketdi, 15 tasi ko'zoynak taqqani uchun chiqib ketdi. Shuning uchun 5 ta odam hech qanday kamida, bu degan shu 5 ta odam ko'zoynak ham taqmasligi mumkin, chapaqay bo'lmasligi mumkin. Chunki bular chiqib ketdi. Demak, o'z-o'zidan to'g'ri javob mana B javob bo'ladi. B javobni belgilab qo'yishimiz kerak. Chunki o'zi mana aytib qo'ydi, mana kamida deb aytib ketyapti. Shuning uchun B javob. A javobni o'chirtdim. Bu kamida taqat deyilgan, lekin undan ko'p chiqarsa ham bo'ladi. 29. Bitta arqonni teng o'rtasidan siyoh bilan belgilab, keyin o'sha joydan teng 2 ga buklandi. Keyin yana teng o'rtadan yana siyoh bilan belgilab o'sha nuqtadan 2 ga buklandi. Bu harakat 3-marta ham amalga oshirildi. Oxirida buklangan arqonni qayta ochib asl holiga keltirishdi. Arqondagi har ikkita nuqta orasidagi masofa 4 sm ekan. Arqonning uzunligi qancha deb. Xo'p, demak buni oladigan bo'lsak, mana bu arqon deylik mana. Bitta mana bu yerdan o'rtasidan siyoh bilan belgilandi. Keyin o'sha joydan teng 2 ga buklandi de. Mana shu joyni 2 ga buklaymiz. Keyin yana teng o'rtadan yana siyoh bilan belgilab o'sha nuqtadan 2 ga buklandi de. Demak, bu degan mana shu narsani belgilab olsak, hop, belgilab oladigan bo'lsak, arqon bo'lgani uchun mana ikkinchi holatda mana bunday olsak bo'ladi mana. Buklandi. Mana bu yer avvaldan mana nuqta qilib qo'yaylik mana. Shu belgilangan. Yana teng o'rtasi degan mana bu joy bo'ladi. Bu joy ham bo'ladi mana. Teng o'rtasi bo'lgani uchun. Bu ikkinchi holatda. Uchinchi holatda yana shu narsa amalga oshirildi. Demak, endi yana shunday buklaydigan bo'lsak, shu narsani o'zi yarim hozir
Bu mana boshi, avvalgi holati. Hop, demak mana bu yer. Hop, keyin bu tomon bu ya'ni umumiy olganda mana bu yerdan ikkita, bu birinchi 2 qavat, keyin 4 qavat qilinyapti degan. Ya'ni 4 qavatning har birida ikkita nuqtadan bo'lsa, demak 8 ta nuqta bu, ya'ni uchida bo'ladi aniq ikkita mana. Ikkita cheti belgilanadi. Har ikkitadan buklangandan keyin 8 ta nuqta bo'lib ketadi o'z-o'zidan. Demak, mana bittasi 3 ta bo'lsa, mana bu 4, 5, hop 6, 7. Demak, mana bu yerdan 8 ta nuqta bo'lishi kerak. Nuqtani men chiziq qilib qo'ydim. 8 nuqta bo'lishi kerak. Bu narsaning har bir orasi 4 ta. Demak, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Demak, nechta 4? 3, 6, 7 ta. 7 ta 4. Hop, nimaga bunday bo'ldi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7 ta, 8 ta. Hop, 8 ta bo'lsa, hop, ha, bo'ldi, uzr. Ha, bo'ldi. Bu 8 tasi 3 marta buklangandan keyin bittasi avvaldan qolgani bor edi. Ya'ni boshidagi birinchi o'rtadagi, deylik mana bu o'rtani olsak, buni davom etsak, yana bitta bu yoqdan qo'shib qo'yishimiz kerak. Bu ham 4 degan. Shunda 4 kara 8 bo'lib ketadi. 32 santimetr degan javob.